Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga Moskvich kombi mashinasi akalar ko'rishingiz mumkin. Mashina yili 89-yil, polnik kraska bo'lgan, polniga roziman deyaptilar. Balonlari almashtirish kerak qishga. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salonni ham akalar o'zingiz uchun bir qator chiska qildirib, chexol kiygizib olsangiz yaxshi holatga keladi. Akalar temir gaz balonlar ustanovka qilingan 31-yilgacha GP ruxsatnomalari bor. Hop, motor korobka ходовойlarda ishlar yo'q deyaptilar. O'zingiz uchun bir qator tekshirtirib, proverka qildirib olasizlar. Mana shu kuzovda o'zgina mana shu yerda qiladigan ishlar bor ekan, lekin qolgan tomonlar, qolgan joylar yaxshi holatda turibdi. Xo'p, sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxi asosiysi shikolat narx bo'ldi. Yurib turgan, minishga tayyor texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Bu Moskvich kombi mashinasini sizlar olib mazza qilmayishingiz uchun 4.100.000 so'm baholaydi. 4.100.000 ga 89-yil minishga tayyor temir gaz balonligicha ustanovka qilingan GP ruxsatnomalari ham bor. Moskvich kombi mashinasi. Egalar nomerlarni qoldiraman, telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.